tizimni avvalo qiziqishdan tashqari mas'uliyatini ham albatta o'ylab ko'rganman. Bu aynan siz endi joyingizni topdingiz. Bu sizni xarakteringizga ham, dunyoqarashingizga ham, sizni shaxsingizga ham to'g'ri keladigan kasb deb aytib o'tishgan. Ilgarilari ichki ishlar organlari xodimlari ayollarini oilaparvar emasdek ko'rishgan. Yaxshi ijobiy muhitda ishlab kelayotganligimiz sababli ham oilaga, ham ishga ulgurishga harakat qilyapmiz. Bugungi kunda hamma sohada bo'lgani kabi ichki ishlar organlari tizimida ayol xodimlari uchun alohida imtiyozlar bor, ularga bo'lgan e'tibor yanada oshib boryapti. Ayol o'zi mo'jiza va jumboq xilqat hisoblanadi va ayollar bilan ishlash jarayonida albatta ayollarning xarakteri ham turli xilma-xillikka boy. Ular bilan ishlash jarayonida ayollar tushkunlikka tushib keladi, agressiv holatda kelishadi, ko'mak so'ragan holatda kelishadi va albatta birinchi o'rinda mana shu ayollarga dalda bo'lishga harakat qilamiz. Ularni bugun vatan tashlab qo'ymayotgani, yurtimizdagi ularning ayollarning o'rni, qadr-qimmatini ko'rsatib berishga va albatta o'z o'rnida ularni poymol bo'layotgan huquqlarini bartaraf etish, ularni kerak bo'lsa jinoyatchiligini oldini olish, oilasini tinchligini saqlash va jamiyatga yana qaytish, munosib o'rnini topishiga yordam berishda, ko'maklashda tinimsiz izlanib boramiz va targ'ibotlar qilib borish orqali ham mana shu ayollarga kerak bo'lsa ko'mak olishni bilmaydigan ayollarimiz bor. Mana shulargacha yetib borib, ayollarimizni qo'llab-quvvatlashga harakat qilamiz. Qaniydi qizim sizga o'xshagan xodima bo'lsa, buning uchun qizim nima tayyorgarliklarni qilish kerak degan savollarni ham berishadi. Bundan albatta mamnun bo'laman. Ya'ni bu bizning sohaga bo'lgan ijobiy e'tibor deb sifatida qarayman. Ushbu tizimda ishlab kelayotganligimdan faxrlanaman. Ushbu faxr tuyg'usi menga yana bir karra mas'uliyatni yuklaydi va ana shu mas'uliyatni oqlashga harakat qilaman.